Men qatori odam bu. Hozir mana siz shu vrach formasiga qarab, siz hozir sizda ayb yo'q aka. Men просто bu bolani tafsirlab beryapman. Vrach formasida sizga aytayapti, ochishga haqqingiz yo'q deb buyruq berishga haqqi bo'lyapti. Yo'q, ochishga haqqingiz o'zingizlar bilasizlar dedingiz. Hozir videoda hammasi turibdi. Lekin siz bunga haqqingiz yo'q. Siz mendek odamsiz. Sizni bitta dokumentingiz ham yo'qligini bildim va siz institut qilayotgan odamsiz. Sizni даже operatsioniyaga kirishga qonuniy hech narsa hujjatingiz yo'q. Nimaga siz hozir meni ochib turmaslikka buyruq berasiz? Siz men qatori odamsiz hozir. Umid aka ham chaqiradi. O'sha Umid aka bo'lmasa, mana katta vrachida Umid aka. Qani kesillar. Ular bo'lmasa, bu yoqda mas'ul kim? Umid akadan boshqa. Yo 100 ta 200 ta doktorga faqat Umid aka bittami doktoringiz sizlar? Shu savolga mana kim hozir sizdan boshqa mas'ul dokumenti bor doktor menga kirsin bu yoqqa. Davay, o'sha ochittiraman, mana dokumentim bor, ochittiraman deydigan. Hozir shumixa ko'tarib, nihol janjal qilib, tam istoriyasini bersin, doktorlik istoriyani bersin, biz Turkiyaga jo'natamizsa, qochib kabinetga qochib ketishdi vrachlar, представляете? Medkonsultant klinika bilan. Pizget, nimaslar qassobxonadan olganmizlar ishchilarni, yo'pti va emas. Soppa-sog' odamni bilak izurodi ya, bilak восстановление 3 marta narkoz qilishibdi. Уже operatsiyadan keyin, abdominoplastikadan keyin, liposuksiyadan keyin, undan tashqari yana 3 marta narkoz berishib, ichini tozalashyapti ekan. Tuzata olmayapti va chiqyapti. Halima opaga bee'tibor berdik, mana o'lib ketdi. Odamlar bee'tibor bo'lmaylik. Bechora qiz soppa-sog'ni invalid qilib qo'yishibdi. Shu bee'tiborlik o'limga olib keldi Halima opani o'limiga. Yo'pti va yo'may. Kimdir gapirish kerak-ku buni. Sog'liqni saqlash vazirligi qayerga qarayapti? Mana Sabrinani operatsiyasi. Assalomu alaykum hammaga birinchidan rahmat, menga duo qilib, meni qo'llab-quvvatlab yozayotganlarga. Men abdominoplastika liposuksiya qildirganman 3-mart kuni. Shu bilan 25 kun Skorilar kelgan, lekin bularga qaraydigan mana shu medkonsultantga vrachlar, ya'ni dejurniy vrachlari hali ham yo'q. Umid aka deganda umuman yo'q. Mana hali ham qo'shib mana skori shu yerda o'tirishibdi mana. Vrachlar qochib ketdi deydi. Yo'q, hech qanaqa. Vrachlar umuman yo'q. Odam yo'q. Hozir onalarning mazasi bo'lmay qoldi. Doktor chaqirdik. Hattoki bularda ekstreniy yordam yo'q, skoridan dorisini olishyapti. Biza hozir qonuniy chora ko'rishni umuman xalqdan so'rab qolamiz va e'tiborli bo'linglar. Sog'liq albatta inson uchun muhim. Bunaqa holatga tushish biza vrach bilan, Turkiyaning vrachi bilan bog'lab berdik. Gaplashdi, Turkiyaning vrachi bizga yuboring dedi, holatni tushuntirdi. Shunga qaramasdan bular boshqa o'yin qilib tashlashdi. Gazi davlat vrachini oldiga ham mana kelib, meni qornimni ochib ko'rsatib berishmayapti. Mana 103 ga ham qornim ochib ko'rsatilmayapti. Hech kim yo'q mana doktor. O'sha yarim soatdan ham oshdi kelmayapti hech kim. Даже dejurniy Hammasi qochib ketdi bular.